Qizlar, salom hammaga. Men bugun Oltinaviy magazinga keldim. Hozir men sizlarga Oltinaviy magazinni jetskilarni ko'rsatib ketaman. Bu yerda futbolkalar, qizlar M razmer, S, XL, extra small razmerlar, ya'ni hamma razmerlar bor. Kichkina qizlarning bu yerda futbolkasi mana ko'rsatib qo'ygan. Ko'rasizlar, $10 dan har xil tsvetlardan bor. Zakolkalarni qaranglar, bir-biridan shirin, chiroyli qilib chiqazgan. Mana bularni qaranglar, 4 yoshga $8 qizlar. Bu yerda futbolkalar, kattalarni oyoq kiyimlari ham bor, qaranglar. Botir sifat ekan. Bular mana hozir narxlarini ko'ramiz. $40 dan qizlarjonlar. Mana bunaqa korechmisi ham bor. Bu mana bordoviy. Mana korechmisi ham lekin chiroyli ekan. Qora tsvetlardan ham bor. Pastda mana bunaqa tapichkalar xullas. Bu yerda xullas kattalarniki, bu yerda qizlarning ko'yneklari. Qaranglar. Yozga $20 dan har xil ko'yneklar bor. Gulli deysizlarmi, rozvoy, ko'k, har xillaridan bor. Mana bularni qaranglar. Yozga, prям qizlarga juda ham yengil, yumshoq materiali, lekin yoqdi. Bir xil kiyimlari menga yoqmaydi, no bir xil ichida yaxshi narsalari ham bor. Bu yerda mana plastikada qizlarniki. Qaranglar, mana bunaqa har xil tsvetlardan bor. Mana qizil tsvetlardan ham. Bunaqa mana bunisi ham qali bu yoqda ozgina qo'lida anaqalari bor ekan. Bu yoqda lasinalar. Bu yoqda o'sha qish kelaga 40% off beribdi qizlar. O'zini narxi, yubkani narxi $13. Bularga lekin mana ko'rasizlar, skidka bergan 40% off. Men lekin hozir hisoblashga vaqtim yo'q. $35 o'zini narxi, 40% off bilan hisoblayverasizlar. Bular ham koftalar. Qaranglar, Gap brendiga o'xshab chiqazgan. Gapga o'xshab chiqazgan. Ichi qalin. Qishda kiydirishsanglar yaxshi. Men bular $15 dan ekan. Qaranglar, sportivkaning tepasi, ichi qalin. Mana ko'rsatib ketaman. $15 dan qizlar. Mana bitta keng shimi shalvari, to'ys mana ichi qalin qizlar. Mana bu sportivniy ekan. Bu yerda ham sportivniy yubka, shortiga bor ichida, qaranglar. Mana bu yerda lasinalar 30% off. Mana bular qizlar $12 dan ekan, qaranglar. Koftalarni, buni ichi javni qalimas ekan. Yaxshi ekan mana bu ham. Mana bu kofta menga yoqdi. Bu yerda hozir ko'rsatgan narsalarim, abadoklar. Hozir bu yoq tomoniga o'tamiz. $7 dan ekan qizlarning lasinasi. Bu yerda o'g'il bolalarniki qizlar jinsilarga 50% off beribdi. Mana qaranglar, hammasini rasm bilan ko'rsatib qo'ygan. Mana ko'rsataman yaqinroqdan. Mana shu hamma jinsilardan mana bitta bor. O'sha qarab olasizlar, yozib qo'ygan bo'ladi. Slim yoki straight yoki skinny, baggy deb mana ko'rasizlar, mana bitta yozib qo'ygan bo'ladi. Shunga qarab olaveriladi. Bu yoqda qaranglar, futbolkalar, shortilarni menga bitta yoqmagan tomoni negadir shunaqa issiqda bular mana bunaqa qalin shortiklar chiqarishadi. Lekin bilmayman nimaga. Ko'rasizlarmi, ichi qalin-da. Misol uchun meni bolalarim pishib ketadi yozda. Nimagadir bular shunaqa kalta, shunaqa qalin shorti chiqarishadi. Mana ko'rasizlarmi, tizadan bilmadim, bir 2 qarich tepada-da. 1 qarich, 1,5 qarich tepada shortiklar $12 dan. Men nima deydi, adnatonni yozga shu yubqa, tizadan past shortik hech ham topa olmayman bu yerda. Futbolkalar qizlar 30% off, rubashkalar. Bu yerda ham rubashkalar qaranglar, bolalarga, o'g'il bolalarga mana dam olishga borganda kiyg'izadigan. Ko'rasizlarmi? Rubashkalar. Bu yerda qizlarniki. Lamkali koftichkalar qizlar, qaranglar qanchasi bor.
Tak, prosta narxini aytib ketaman sizlarga. $20 qizlar. Bularga skidka yo'q, chunki уже sezon bo'lganga hammasini yengga chiqaribdi. Bunaqasi ham bor. Har xil koftichkalar qaranglar, orqada qizil. Mana bunaqa naryoqda rubashkalar, bu yerda endi topiklar. Bir xil kiyg'izadi. Mana bu yerda yubkasi bilan birga same qilib qo'ygan. Bu yoqda yubka qaranglar, shortiklar qizlar. Mana bu shortigini qaranglar. Mana shortiklar yana. Tak, narxini aytaman sizlarga. $27 qizlar. Bu ham $27. Shortiklar mana. Har xil shortiklari bor, jinsilar bor qizlarga mana. Jinsilarining narxi $35 dan qizlarjonlar. Jinsilari lekin yoqadi. Mana manikenda ham qaranglar, ko'rsatib qo'ygan, moslab koftichka, yubka, hamma narsasini moslab qo'ygan. Naryoqda ham to'la koftalar. Mana yoqda keng shimlar qizlar. Yubkalar, keng shimlar $20 dan. Tak. No, bu qalinroq, baribir yozga. Mening o'ylashimcha, unaqa qalin emas, no, baribir qanaqadir keng, lekin kengligi yaxshi mana. Mana yubkalar qizlar. Asal yubka ekan, lekin qaranglar. Tak, narxiga keladigan bo'lsak, hozir narxini ham aytib ketaman. $25 qizlarjonlar. Mayka и shortiga bilan birga, no, отдельно narxlari qizlar. Отдельно, mana buniki ham отдельно puli и shortiga ham отдельно. Jinsilar. Bu yoqda clearance degani, ya'ni o'sha sale'dagi narxlarni ozgina ko'rsatib ketaman. Masalan, mana bu kofta $2.97 qizlar. Futbolka. Tak, narxi ko'rinmabdi. Mana bu mana $18.49. Bu skidkadagi narxlar qizlar. Любойni ko'rsaman $7 mana skidkadagi narxlar $7, $6 qizlar. Jinsilarga keladigan bo'lsak, tak, mana bu shim $547, $5.47, то есть $5.47. Bu ham $15. Hammasida har xil narxlar qaranglar. $12 mana. No, mana bunaqa maktabga kiyadigan shimlar qizlar $5.47. Rozi yomon emas. No, kir bo'lib ketibdi. No, mana mamidlarni ko'rsatay. Kimdir buni olib yerga ishqalagan shekilli. Mana mamidni ko'rsataman sizlarga. Bunisi top-toza. $5.47. Prosta sizlarga narxini ko'rsatib ketaman. Sale'da qanaqa narxlar bo'ladi deganlarga. Mana $7. O'sha bu cho'miladigan kiyimlar, buni sezon hozir bunga skidka bermabdi. Kimdir ilib ketgan $25. Bu yoqda oyoq kiyimlar qizlar. Oyoq kiyimlar $12 dan sale'ga qo'yibdi. Qaranglar, mana buni kir tortadi-da, lekin qora ko'rasizlarmi? $12 dan. Bunisi, to'xtanglar, bunisi, buni $3 mi? Noto'g'ri bo'lmasa agar $3.97 ga qo'yibdi qizlar. Hozir mana bunisini ko'raylik. Yo'q, mana $12 menimcha qizlar buni noto'g'ri qo'ygan. Bitta anaqasi uzilgan ekan. Bu yoqda trusiklar, o'g'il bolalarning noski futbolkalari, rubashkalar qizlar bolalarga. Ko'rasizlarmi? Mana 30% off beribdi. Yo'q, yaxshi narsalar ham bo'ladi, lekin baribirga ham mana bunaqa shortiklar bor, lekin qizlar bular cho'zilmaydi-da. Menga cho'ziladigan shortiklar kerak, lekin men hech ham Amerikada juda ham kam topaman. Topsam ham hammasi tizzadan juda ham ikki qarish tepada bo'ladi. Bola nima qiladi? Yugurganda yiqiladi, tizzasi qoniydi. O'shaning uchun men har doim tizzasiga keng, tizzadan uzun olish xohlayman. No, bu yoqda yo'q. Mana bu masalan 18 yoshga, no, bu ham tizzadan uzun turadi deb o'ylamayman. Ko'rasizlarmi? Hammasi tizzadan kalta shortiklar. Bu yoqda ham shimlar, futbolkalar. Hozir endi jinsilar mana $20 dan shimlar. Ko'rasizlarmi? Men bilan lekin yaxshi ekan. Cho'ziladimi-kan? Yo'q, bu ham cho'zilmas ekan lekin. Bu yoqda babylarga kiyim-kechaklar.
Bebilarniki shunaqa ko'p, bodilar, koftalar men bilan qaranglar. %30% off qizlar. Bodiklarmi bular? Menimcha mayka futbolkalar, futbolkalar ekan qizlar. Jinsilar. Jinsilarni qaranglar, qanaqa zo'r lekin. $25 qizlar. Men bilan dvoykalar, tepa pastlar $10 ekan qaranglar. Shortichasi bilan asal ekan. Men bu ham yozga prям asal ekan. $25 qizlar. Men buni ham lekin $10 now deyapti. $10 ekan. O'zini narxi 20 bo'lgan qizlar. ikkita set. Men bu cho'milishiga kupalniklar bolalarniki $27 lekin bunga 30% off beribdi qaranglar. Men bu ham lekin dvoyka zo'r ekan. $20% off hozir. Qaranglar, men bu cho'miladigan bolalarga zo'r. Вообще bebishkalarga zo'r ekan. Bu yerda jinsili, mana pidjaklar, jinsilar mana 40% offdan qo'yibdi. Bodiklar, qizlar men bilan qaranglar asalligini. $20 qizlar. Mana buni qaranglar, prям asal ekan. Mana orqasida kichkina sayzlarigacha bor. Bu yerda ham mana qizlarga shuncha kiyimlar qizlar. Men bilan qaranglar, hammasi sale'da qizlar. Ishonasizlarmi? Sale'da. Prosta men sizlarga hozir narxlarni ko'rsatgan. $5.97, $8, $4, $6. Bu yerda futbolkalar, kстати, mana hozir ko'ramiz futbolkalarni. $5 bodilar ham $5 shorti $9, 8.49, почти 9 takslar bilan. Bu yerda обязательно taks degan narsa bor. Har bitta olgan narsalarda taks to'laysizlar. Shu magazinda ko'rsatilgan narx bilan chiqib ketmaysizlar. Обязательно taks to'lanadi. Qaranglar, shuncha narsa sale'da. Bu yerdagilar sale'da emas. Mana buni qaranglar, chiroyli ekan, 50% off qizlar. Xo'p, bu yerda ham ko'ylaklar, shortilar, futbolkalar. Qaranglar, nariyo tomonlarini. Yubka, koftalar. Rosa narsalar ko'p lekin. Hammasini ko'rsatishga vaqtim yo'q, lekin sizlarga mana manikelarda ko'rsatib qo'ygan, qaranglar. Qizlar, eslatib o'taman, men Old Navy degan magazindaman. Dvoykalar, shortiklar, qizlar 30% off, lasinalar. Mana men bilan qaranglar, set ekan, bir-biri bilan moslab qo'yishgan. Tak, oyoq kiyimlarni ko'rsatib ketaman sizlarga. 50% offda ekan, lekin tak o'zini narxi $30 qizlar. Mana bunaqa kedalar, вообще asal ekan men bu ham. Tegi mana bunaqa bo'lgani ham, jigaring bo'lgani ham yaxshi-da, tozalashga oson. Ato mana bunaqa oq tozalash juda qiyin bo'ladi. Ko'p bolali onalarga shu ham ish. Men hozir har kuni oyoq kiyim yuvaman, chunki bizda shunaqa har doim yomg'ir yog'yapti, to'li yaxshi havo bo'ladi, yomg'ir yog'ib ketadi, o'tlar ho'l. Nima? Yana loy oyoq kiyimlar. Naryoda уже anaqalar, nima deydi? Slip kiyimlar. Hozir ularni ham ko'rsatib ketaman sizlarga. Prosta bir yoq qo'limda kamera, bir yoq qo'limda kolyaska. O'g'lim uxlayotganda sizlarga ko'rsatib olaman. 20% offdan qizlar, shortiklar mana. Cho'ziladimi bu? Yo'q, bu cho'zilmaydi. Cho'zilmaydigan shortiklar mani bolalarimga to'g'ri kelmaydi. $17 qizlar. Mana qaranglar. Bu yerda mana xullas shunaqa uxlaydigan kiyimlar, ot esimdan chiqib qoldi. Pijama, voy qizlar, tilimni uchida turibdi. $10 dan, men bunga 40% off, bunga ham anuli $10 dan. Men bularni qaranglar, oddiy seri $17 dan ekan. Bu yerda mana futbolkalar, bolajonlarga shimlar har xil.
Tak, futbolkani narxi 17 dollar qizlar. Men buni narxini hozir aytaman sizlarga. Yozilmabdi bunisida. No, jinsli mana pidjaklar 30 dollar qizlar. O'zim ham o'yladim bu arzon bo'lmaydi. Plavkalar bu yoqda shu cho'miladigan kiyimlar. Bularga 30% off beribdi, lekin уже sezon boshlandi. Mana qaranglar, 40% offga rubashkalar, futbolkalar, nima xohlasanglar hammasi bor. Lekin mana buni kim kiyar ekan, qaranglar. Stol artadigan lattani как бы materialdan qilganga o'xshaydi. Men olmagan bo'lardim, lekin hammani vkusi har xil. Mana bu yerda shortilar qizlar, qaranglar. Jinsli shortilar 20 dollardan. Mana bunaqasi ham bor ekan, asal ekan, lekin 20 dollar qizlar. Mana buni qaranglar. Lekin mana bunaqa yozda kim kiydiradi bilmayman. Shuni ham mashaqalar ko'p chiqarishadi-da. Rubashkalar qizlar. Makasinlarni, bolalarning makasinlari 30 dollar qizlarjonlar. Jinsilar mana har xillardan bor. Aytolman-ku, pul bo'lsa bo'ldi qizlar, hamma narsa bor. Naskilari lekin yaxshi, 10 dollardan qizlar. Shuncha nasochkalar mana. Qalinlari bu yoqda, mana bu yerda yupqarolari ham bor ekan. Trusiklar mana. Rubashkalar qizlar mana. Tak, bu yoqda futbolkalar.